Osiyo va boshqa mintaqalarning o'smir va yoshlar dasturida dzyudo bo'yicha bellashuvlarda ishtirok etayotgan atletlar Qozog'istonning Olmaota shahrida jam bo'lgan. Ushbu shahar 4 kun davomida o'smirlar va yoshlar o'rtasida an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan Osiyo kubogiga mezbonlik qilmoqda. O'smirlarimiz qit'adoshlar qatorida Rossiya, AQSh, Avstraliya vakillariga qarshi tatamiga chiqishyapti. Turnirning ilk kunida o'smirlar o'rtasida 8 ta vazn toifasida g'olib va sovrindorlar aniqlab olindi. Dzyudochilarimiz murosasiz kechgan bellashuvlarda 3 ta oltin, 2 ta kumush, 7 ta bronza, jami 12 ta medalga ega bo'lishdi. Ozodbek Olimov 60 kg barcha raqiblardan ustun keldi. U finalda mezbon Chingiz Mannopovni mag'lubiyatga erishdi. 66 kg Mirsaid Jo'rayev kumush, Lutfulla Akbarov bronza medaliga sazovor bo'lishdi. Ayrim vazirlarda dzyudochilarimiz medallar uchun o'zaro bellashdi. Qizlarimizdan Dilafruz Boltaboyeva 44 kg Osiyo kubogini birinchi o'rinda yakunladi. Kumush Bibi Ergasheva, Nilufar Shuhratovalar 52 kg bronza medallar uchun kurashda zafar quchib medalga ega chiqishdi. Musobaqaning ikkinchi kunida kadetlar o'rta va og'ir vazn toifasida bellashishadi.